uyingizni blokdan qurdingiz. Qurganingizdan keyin qum suvoq qildingiz. Qum suvoq tevasini shpaklovka qildingiz. Ya'ni sizga 3 yoqlama rasxod tushyaptimi? Undan tashqari yomg'ir yog'sa mana shunaqa dog' bo'lib ketyaptimi? Endi buning yechimi topildi. Mana sizga aytgan yangiligim do'stlar, 10 yilgacha garantiya berishar ekan. Eng qizig'i buni sokel qismidan boshlab turib tomagacha, patologiyacha ham qilsalar ham bo'lar ekan. Super mo'yshi bo'lar ekan. Yozda issig'idan, qishda sovuqdan hech nima olmaydigan bo'ladi. Xolagan svetisda, xolagan turlarini qilib berishar ekan. Bu nima desalar, do'stlar, Alkafon xizmati bo'ladi. Ham fasadga, ham patologga ishlatsalar ham bo'lar ekan. Ushbu joyimizda общий ustakalarimiz 3000 kvadrat metrda zo'r qilib berishgan. Eng arzon narxi $21 qilib berishar ekan. Bu narxlarda ichida do'stlar vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka, usta haqqi, mahsuloti hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Sizdan talab qilinadigan narsa faqatgina yeb ichishni qilib bersalar ham bo'ldi. Ustakalarimiz undan tashqari tunikafon xizmatlari ham bor ekan. Eng arzoni 1 kvadrat metr lis rasxodining narxi 125 ming so'mdan boshlanar ekan. Kimgadir qizig'i bo'lsa, do'stlar, endi oldingidaqa 3 yoqlama rasxod qilishni vaqti o'tdi. Mana shunaqa yangiliklar qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.